Bu g'arb o'sib ketganiga 300 yil oldi, 400 yil oldi. Nima bilan o'sib ketdi bilasizlarmi, ukalar? Biz yurtlarimizni mustamlaka qilib olib ketgan kitoblarni o'zlarida ishlatganligi bilan o'tib ketdi. Ibn Sinoning kitobi meditsinaning asnovasi bo'ladi. Yana qancha ulug'larimizni hayotini gapirib yozgan kitoblar o'sha qarab ketdi. Bag'doddagi kutubxonani kuydirib yo'q qilishmaganida, o'sha mo'g'ullar boshqalari hozir oyga teleportatsiya qilayotgan bo'ladi odamlarni deydi. Shunaqa katta ilmni yo'q qilib tashlashgan. Kitobda edi shu ilmlar. Britaniyalik o'rtacha bir inson yiliga 700 bet kitob o'qir ekan. 700 bet. Bu o'rtacha olgani. Ko'p o'qiydigani bor, o'qimaydigani bor. O'rtachasini olganda bitta britaniyalik kishi yiliga 700 bet narsa o'qir ekan. Endi bunga taqqoslab turib, musulmon mamlakatlaridan Misr olingan. Misrning o'rtacha bir odami bir yilda qancha varaq narsa o'qiydi desa, o'rtacha 2,5 varaq ekan. 2,5 varaq. O'sha Misrdagi 2,5 varaq o'qiyotgan odam bizning birodarimiz, biz musulmon